بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bugünkü dersimiz El-Ansar. Bu nusret diyen sözün kelgan. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge ve İslamiyetge ceni ve meli bilen hemdemdi bolgan, yardım qilgan ashab-ı kiramni ko'rsatdi. Ve hum Benul Khazraci ve Benul Aws. Bu ansarlar gerçi mesela muhacirlar mı ansar? Lügat etibarı bilen Allah ve Resulü için hemdemdi olab yardım qilganlar ama lekin bunun başkadan ayrılıp turgan bir hususiyeti bilen isim qo'yib atalgan. Muhacirlar mesela hicret qilganlik alaydilar muhacirun yoki eng bir musulmon bo'lganlik vasabi bo'lmas. Bular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qanoatlantirib, kuchilib, qanot ostiga olib, o'zining balchaqsida quvdab, bunda fidokorlik qilganlik uchun ansar deb atalgan. Bular Madinadagi shu musulmon bo'lgan Aws va Khazraj qabilasidagi shu ikki qabiladagilarni ko'rsatdi, boshqalar emas. Vel Aws vel Khazraj akhawan. Aws ham bir qabilaning ismidir. Khazraj bir qabilaning ismidir. Lekin bu aslida shu qabilaning shu bo'g'isining ismi. Mesela Quraysh degan bir odamning ismi. Tamam. Keyin uning jamoati farzand bir avf bir qabila shakllangan. Shu Aws vel Khazraj mo har birisi bir odamning ismi. Bu ikkidan bir tuqqandir. Ve ummuhuma qaylatu. U ikki bir tuqqanning onasi Qayla degan ayoldir. Bu Qayla binti Kahil. Dadasining ismi Kahil. Arablardan bu nasabni shunda hammasi yodilgan bo'lg'achqa shunda bilishidan. Vashtuhira abna'uhuma bi bani Qayla. Awslan Khazrajning avlodlari Bani Qayla deb mashhur bo'ldi. Ya'ni shu ayolning bolalari degan tariqada mashhur bo'ldi. Ve abuhuma Harithatu ibn Tha'laba al-Anqa ibn Amr Muzayqiya ibn Amir dadasining ismi va nasabi shunday. Al-Mulaqqab bima'is sama asman suyi deb atalgan laqab qo'yilgan kishi ekan. Amirning laqabi ma'va ibn Haritha ibn Imril Qays ibn Tha'laba ibn Mazin al-Azd. Azdning Mazini degan kishiningki avlodlari ekan. Ve yuqalu bis-Sini. Şu Mazin al-Azd deganni Asadi. Mazin al-Asad degan bo'lishi mumkin. Bunda mı deyildi? Çünkü bu Azd bilan Asad yaqin. Ibn al-Gawf. Demak bunun eng cho'ng bo'lsa Gawf ekan. فنسبهم يرجع إلى الأزد من قحطان. Demek bunun nesebi Aws ve Khazraj. İbaret olmuş ansarların nesebi neye tutuşuyor? Qahtan kabilesinden boğan Azd tarmıqıga, şahsıga tutuşuyor. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه حسان بن ثابت ابن دينجا ألف بيقطع sonra hata mı? Kur'an'ın beslenirken ikisi yüzden kaldı. Bizdeki bir Kur'an. Demek Kur'an'ın başı ayrım ibn diyen kase elif yazmaz. Lekin tutaş kase elif yazmayız. Yani bazıda ikisinden birisi oğul birisi kız olsa erkek biz şöyle kalsın elif yazmaz. Aynı bazı bir farkı var. Dikkat kısalım. İmma sa'alti fe inna ma'şerun nucbun. El-azdu nisbatuna vel-ma'u gassanu. Hasan bin Thabit radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e qo'dab she'r aytgan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ning shoir etti. Katta shoirlardan. Bu mu ansarlardan? Ansarlardan bo'lgan shoir bu. Bu o'zining nasabi bilan faxrlanib bu she'rni o'qidi. Agar so'rab qolsangiz, ya'ni bir ayolga xitob qiladi. Imma sa'alti. Tilamaz. So'rab qolsangiz, bizning deydigan so'zimiz shu. Fa inna ma'sharun nujubun. Biz isl haqlar. Nujub degan najib minki ko'plik. Isl. Al-azdu nisbatuna. Shu siz bildigan sharafli dambar az degan bizning nisbatimiz shuni tutishadi. Va bu az degan bu aydan mashhur tanilgan
Hammadan bunun fazilati e'tirof qilgan shuna qabila. Bashi az bizning nisbatimiz shu. Nasabimiz shu. Wal ma'u ghassanu. Sumu ay ghassan suyu shu. Bu ghassan deganimiz, ya'ni ma degan orada quduq nima deydi? Ma suv chiqadigan ya quduq bo'lgan ekan, ma deb qo'ysa quduq, suva, ya quduq bor degan tariqada ma degan quduq yoki suv. As-sumu ay ghassan quduq shu deydi. Buni sabab qilib Yamandan mush Madina tarafga, Iroq tarafga ko'chman bo'lgan vaqtida Yamanliklar bo'lar. Yamandan kelgan. So Rasulullohda al-iman yamanin wal hikmatu yamaniyya. Iman Yamanlik, hikmat donolikmi, hikmatmi Yamanlik. Mush ansarmi Yamanlik. Ben mush islomiyat uchun fidokorlik qilgan, iymon kuchi uchun kuch qilgan ko'pincha Yamanlik. Walma Ghassan degani Yamandan ko'chgan vaqtida Ghassan degan bu quduqdan qisib o'tgan bu. Shu quduqdan suv ichib manganlar, shu yo'lda suv ichib manganlar Ghassan deb atalgan. Ghassasini deb podshohlik qurgan bo'lar. U yerdan suv ichmay va boshqa yo'ldan manganlar Ghassan bo'lmagan. Danki shu biz shunda shu quduqdan suv ichib, endi podshohlik qurgan o'g'illar biz mana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning onasi Mushu Avsal Xazrajga tutishdi. So'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam onasi Madinaga yaqin yerda yo'lda o'lib ketgan. Mushu tuqqanlarni yo'qlab kelaman deb berib turgan. Xarajat jadduhum Amr ibn Amir min al-Yaman. Amr ibn Amir mush Avsal Xazrajning cho'ng bo'g'isi. Bu Yamandan ko'chib chiqqan edi. عندما رأى الجرود يحفر في سد مارب الذي كان يحبس عليهم الماء صوت اسمه سد مارب مشهورا مارب diye şu şanın tosmusun سد مارب su tosmusunu belki yağışlı yasıgan mı aşkım ne de yasıgan bolsa ya laydı yasıgan mı bu kişi da çarlap tekşürse su tosmunu saçkanlı kovalap yap kama aşkıl tuğan gelir. O tosmuşundan buzulsa şu şehre alsın su besi olur. Mesela şu Mısır'ın Asvan'ın su tosmusuna göre şundan nokuk kalsa, farklılık kalsa Mısır'ın su besi olur. Ellezî kâne yahbisu aleyhimil mâ. Ular için, uların faydalanışı için suyunu yığıp birdiğin su tosmusunu saçkanla yavatkanlığını, ko'lavatkanlığını köydüdü. Cürüz degan saçkanlar. Yanmantaq mesela saçkanlar şunu o'xshashdi. Segiz qanday emas, yana bir narsa shundan narsa. Fayasrifunahu haythu sha'u min ardihim. Demak suvni shu qachilib olsa, uni xohlagan etizliqlarga asta azazdan taqtib foydalanadi deydi. Sug'urishlarda. Fa'alima alla baqa'a lis-sadd 'ala dalik. Bu saçkan ko'layotgandan bunda ko'layversa, bu suvda o'smasa bunda turolmaydi bu. Ammo ehtiyotkerak deb qanoatlanadi deydi. فعزم على الانتقال عن اليمن. Ulan Yemen'den ko'chib ketsam bo'lgan deb bilmoqdi. Chunki u yerda tursa, ammo suv basida. Fakada qawmuhu. Ulan o'zining qabilasi jamoatiga sal bir yil ishlatdi, taklif ishlatdi. Kada qawmuhu degan kay yil ishlatdi. O'zining qavmiga yil ishlatib ustilik qildi. Fa amara asghara bani. Eng kichik o'g'lini buyurib, ida aghlada alayhi uning qattiq qilib achchiqlagandek bo'lsa, walatamahu kachtiq birini sasa an yaquma ilayhi fayaltimahu. Men sana achchiqlagan bilan kachtiqni salay, sammandan o til haqorat bilan tasdaqqa chidamagan bilan meni bir kachasa deb bolisga o'gitib qo'ydi dedi. ففعل ابنه ما أمر به فقال عمرو ulan balası şu dadisi buyurgan bu işe kaçat bilen saptı şu amrında la uqimu bi baladin latama wajhi fihi asghar waladi meni en kichik o'g'lim meni kaçatgan bir yurtda men har tutmayman deb qiyilgan bo'ldi tashlab ketishga bir bahona izladi va arada amwalahu şundan bütün mal mülkini şarva öy mesela aşında fitrep gidemediğin mal mülkini satma aldığı olsam tumen vücutta faqala ashraful Yemen şuna Yemen isilzadilleri deyişte iqtani bu g'adbat Amr ibn Amir'ninki g'azablanish mush vaqaligidan bundan foydalaninglar fashtaru minhu amwalahu uning
mal-mulkni setuvlanlar. Qaysan setuvlanib fursat bo'ldi. Va intaqala fi waladihi va waladihi. Şunlar özünün balları ve ballarının balları yani nevrileri, çevrileri, özgü tava ferzatının hemmini ediplanmanılan gibi. Fekaletil ezdu, şunlar ezd kabilesi, bu ezd kabilesinin tuğu, bütün ezd kabilesi şunlar, la netekhallafu an Amr ibn Amr. Amr ibn Amr kitip biz kapkamayız derken, bilmemiz şunlar. Bu bir danak şu an iken, bu çokum bir narsa ko'zlanmadi, biz bu aqd qilmay, manmaymiz debdi. Taba'u amwalahum, shunlar ular mal-mulkni setib, butun bir qabila va kharaju ma'ahu, fa khariba as-sadd ba'dahum. Shunlar o'lchib bo'lgandan keyin to'sma vayroni bulab, va infajara sayluhu ala ahli tilkal bilad. Butun ashbu atrofdagi aholini suv o'sib ketdi. Infajar yani etlib chiqdi, patlab ketgandek, suv to'smasi. فغرق أكثرهم شو قطعوا كم اسمه غرق لكتة فلما وصلوا الحجاز تفرقوا شو إيجاد بعض الوقت ده بولا مش مكة مدينة جدة شجع كأن شان حجاز زينس مش دهن سعادة كه جدة مكة مدينة ينبوع قدر شان حجاز زينس شجع بعض شغلة بول ناس ترمقلات بول كتة فنزلت خزاعة بمر الظهران شو خزاعة ديال أشو أز قبيلة بر ترمق دسك بوم بر جماعة تيلم مثلا أوس بر جماعة تبقى خزرج بر جماعة أشنا دسك بو خزاعة أشو كتب شقلهم بر ترمق بولا مر الظهران ديال يعيشته مر الظهران ديال جاي مكة ولا مدينة أوتريك برجاي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم sahabeleri ihram bağlab Mekke'ye mangan çağda Abu Qatada bir yava işekni ko'rdima ko'rgandikan ular kulishib ungan nima qilgando deb ashular ihram bağlamagan boshqamiz ihram bağlagan ular nima qilishgando desa nima deb ishorat qilmadilar ular nima qilgan bo'ldi bunda qarasa yava ishekdan birisi bo'lgan şunlar parçada olayman deb çapaysa neyziya qilish binaslar yadikan ana aprama siz bulan desa o yardım qilmaymiz ihramlar holatda o'lash la taqul sayla antum hurum ihramli holatda o'lash bo'lmaydi shunlar yardım bermaymiz ekan astadib tushib neyisini ilib onnikin u yavkala yav ishikni qo'lab turib o'tirib go'shini akaga onu yaqinmaymiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaçırken canım İstanbul'dan bu. Ehrambalga adım ötterken, Resulullah yardımlaşmayan diken İstanbul'da olgen. Şu Merre Zahran diye yaş var. Şu o vakası boğan cay şu. Yani Mekke ile Medine'nin otturduk bir cay. Bir yerde Huza'a kabilesi şeye cayışıp koptu. Yani şu yani münasip kirak, bir şey ondan cayken bu, bir şey kapkalı. Bu çağda pasport sayılgan, tam vurduğun yaken, nimi kelden bir yerde sigara kodusudur var, bir ahval bulmanken. Ondan bir yani kısan inşallah kazaklı olacağız. El-ma'ruf el-an bivadi Fatıma ve Mekke. Hazır Fatıma vadisi yakin Mekke'de tunulgan caylı şöyle. Şu Mekke'ye yakın yağlanırken Mekke mi değmez, vadi Fatıma mı değildir. وَنَزَلَتُ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجُ الْمَدِينَةِ demek bula Vadi Fatıma, Vadi Mekke diyen caylığa çık oldu. Andın Evs ile Khazraj bu iki tarmak Medine'ye caylaştı. وَذَهَبَ آلُ جَفْنَةَ İbn Amr ibn Amr ile Şam. آل Cefne bula Şam'a yolunda olmuştur gidiverdi. فَسَكَنُوهَا şu yere caylaştı. وَصَارَ اللّٰهُمْ دَوْلَةٌ هُنَاك Aşulanın şu Şam'da Hazreti İordaniye aslında caylardan devlet kurgan bunlar. Mesela bu şu Osman Türkleri mi? Bizden şu Orta Asya'dan çıkan o. İşte Osman İmparatorluğunu kurup ondan şu Selçuklu mu? Orta Asya'dan çıkan. Sonra ya bir adamın devletleri boğan. Bunun bu ya küçük bir devletini kurup saltanat kurup mu? ويقال في القحطانيين عموما مش قحطاني لا كده عموما من ده gapni bor edi. Bunda deyiladi. Qahtan degan
aş Yemenlikninki en çoğu bo'lsin. Mesela Türk desek, Uyg'ur, Qozoq, shu Qirg'iz, shu hammasının çoğu bo'lsinmi? Türk. Türklar haqida bunda deyildi deganga o'xshash, Qahtonilar haqida bunda gap bor. Himyara aqyaliha va mulukiha. Himyara degan hozir asli mawdi'uha al-jarra. Fil qahtaniyina degan qahtaniyin majrur. Şunun bedela himmer. Fi mahalle jar. Yani fil himyari degandek, himyar haqida aqyaliha va mulukiha. Himyar deganimiz xuddi buning bir qabila deydi. Himyar qabilasi osh Yemenlikninki vezir uzra padişahlar hisoblanadi. Xuddi 9 o'g'iz bular saltanatli davlat boshqaradigan qabilalar. Yani 8 nima bunda deganga o'xshash. Bu Yemenlikning Himyar degan qabilasi padişahlık saltanat tuzgan qabila ekan. Aqyal deganmi shu vezir uzra padişahlık ko'rsatdi. Muluk degan ma'noda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Yemenliklarga xat yozgan chaqda aqyal va deng shunda so'zni ishlatgan. Wal azdi mana endi wal azdi deb majrur alata kalma. Chunki Himyar g'ayr musarrif da. Şu mabni ala fath kelgan. Ma wal azdi deb uni majrur kalma. Yani yuqalu fil azdi fursaniha wa kahiluha. Azd qabilasi Yemenliklarning shirki chavandor, sarkarda, palvon va qiron yigitlari ko'p bunda qabila deyiladi. Demak, shu bir millatning ichida necha qabila bo'lsa, har bir qabilaning bir alohidaligi bor. Ma bir qabila podshoh o'qib tutgan qabila. Ma bir qabila bular sarvoz, chavandozlar ko'p chiqadigan, qahramonlar, botirlar ko'p chiqadigan qabila. Kahil degan 30-33 arliqlikini kahil deymiz. Qiron vaqti, yosh qiron vaqti. Va yukallimun nasa fil mahdi va kahla. İsa alayhisalom kishilarga buyurtimi so'z qildi, kahl holatida so'z qildi. 30 ni hal qilgandan keyin so'z qildi degan bo'ldi. Osmondan tushdi degan gap bor. Çünkü İsa alayhisalom 33 ga bormay osmonga ko'tarilgan. Nahotki 33 bo'lgan chaqda kishilar gap qildi deganni osmondan tushib qildi degan gap bor. Osmondan tushganligining bir dalili. Wa kindati rayhanatuha. Kinda degan bu bir qabila, Yemendan kelgan. Shuni kindi degan falsafa bor. Rayhanatuha. Rayhanat degan xuddan qushpirqi, gultojisi degandek bir gap. Yani uning unda bir chiroyli kelishganda ishni qamlashtirib qilgan inson. Ya shoirlik ko'p chiqadigan, so'zmallik ko'p chiqadigan degandek bir gap. Va mudhaja dedi. Nima uchun? Bu mamnunna sarf. Asl muzhaji deydi. Ama himyara dedi. Asl himyari deydi. Mamnunna sarf bo'lganiga nima? Muzhaj deganmi? Bu bir qabilaning ismi. Azd, Kinda, Himyar, Muzhaj. Hadislarda chiqdi Bani Muzhaj deb. Muzhaj qabilasi shu adadiha va lisaniha. Muzhaj qabilasi shu Himyarninki sanjatni sanna o'tirgan va shoirlar, so'zmallar chiqadigan qabilalar. Adad bo'lsa sanjatdan lashkarida bo'lgan. Adad bo'lsa qurol yaratgan. Niyada adad debdir. Yani el-Yemana kullaha. Demek bu Qahtaniyin degan so'zdan Yemenliklarni ko'z tutdi. Yemenliklarning ichidagi mush qabilning har birisining alohidaligi o'sha demakchi. ولما نزل الأوس والخزرج المدينة وجدوا يهود قينقاع والنضير. Biz o'tgan gilasda Bani Qaynuqa, Bani Nadir, Bani Qurayza nima shuni o'qigan. Bu Yahudilar shu chaqda Aws va Xazraj kirishdan burun Medinaga kelib o'tiraqlashib bo'lgan. Yani bir payg'ambar chiqsa, ashadin Makkaga, Faronga yardım chiqdi. Makka tig'ining atrofidan shu payg'ambarga ayshib, xayr ummat bo'ldi deb shuni orzu qilib tulashay kelgan. Ashada turib payg'ambarning chiqishini kutib turganlar. Shu chaqdan bu Yemenliklar ayaga borib o'tiraqlashdi. Demak, bular qarasa, yani Madinada o'tdi, o'tganligi bunday qarasa,
Beni Qaynuqa, Beni Nadir ve başka Yahudiler baki. Mutavattinina biha qabla. Ulardan burun u yerga makallashib bo'lgan. Mutavattin degan vatan qilib olgan deganlar. Vatan tutgan. Fanazalu ma'am. Shunda qarab, yani adam yashaydigan ekan, bizni o'sha tumaylama deb shu yerga tushdi deydi. Va halafuhum va ular bilan ittifoqlash bo'ldi. To'xtamlashib ittifoqlashdi. Siz bir-birimizga hamkorlashaylik. Dushman gap qilsa qo'dishadi bir-birimizni. فكانت السيطرة في بدء الأمر دست فدان بدء الأمر ديان إشتن بشدا دست فدا لليهود عليهم يهودي لا ularni kontrol qilib tudedi. Chunki bu yangi kaldafullar, avoy ko'nlar, mana bu ko'nlar asta bundan ancha-muncha uyanto deb kontrol asta tutibdi. Thumma raja'at al-ghalabatu lil-ansari 'ala al-yahud. Yani keyin Ansarlar Yahudining ustidan sal jalliq kelib, ulu sal gap o'tidag'ara bo'lib qoldi. Fag'alabuhum ala akthar mazari al-Madina. So'ng Madinaning ko'p etizliklarini bu egallab ketdi. Va kataru biha. Ashu Madinaning bog' boston etizliklari bor yerda bunlar olib ketdi. Avsul Hazar Sanjatni olib ketdi. Va kana Tubba' al-Yamani. Mana Tubba' degan şu Kur'an kelimesi var ve kavmu Tubba. Tubba diyen bir padişah var. Yemenlik aş Tubba diyen aş padişah. Lemma gaza Faris ve Türk fil cahiliye. Cahiliyette İslamiyet'ten ilgili Türk'lü bilen Farisli bilen urushqiga vaqtlarda marra alal Medine. Medine'den o'tgan. Fataraka ibnahu indal Khazraj. O'g'lini ay Khazrajdan qashda amalni qo'yib ketdi. Falamma zahaba qataluhu. Padişah ketgandan keyin bu amanni qo'ygan balni o'ldiribdi bo'ladi. Falamma raja'a min ghazwihi, g'azvdan qaytib kelgan chaqda va sami'a bi fi'lihim nazala alayhim wa harabahum. Ularning qilmishini xabar topgandan keyin ularning qishig'a bargahini qurib, ularga urushdi dedi. Fakanu yuharibunahu bin-nahar wa yuqrunahu bil-layl. So'nglar Avzal Khazraj bular urushdi ekan. Kunduzi urushdi ekan. Kechsa ular tamoq qiladi, mehmon qo'ygan. Yuqori degan nima? Mehmonni tamoq bilan kutoldi degan gap. Shunga Hazrat Xadijanimiz Rasululloh qo'qib ketgan chog'ida innaka tuqrid dayf va tahmil kal va tuksibul ma'dum va tu'inu ala nawa'ibil haq. Qira degan shu. Mehmon kelsa tamoq qilishni qira deymiz. Kechida bo'lgan mehmon sifatida tamoq yetkazib turgan kunduzi urushgan. Hem mehmon qilgan urushgan. فيعجبه ذلك. Şuna bak yarab kesib qo'yish bu. Jarqaqgan bo'ldi. Tubba degan podshohga yarab kesib qo'yish. Va yaqul vallahi inna qawmana lakiram. Allohdan qasamki bizning qavmimiz, ya'ni bizning yamanliklar bular. Asli bismillah qilganlar. Bizning millatimiz haqiqatan ism millatga. Bizda urushsimi buni mehmon dostini tashlab qo'ymaydi ekan. Demak, bu yarab ketdi deymiz nima? Fabaynama huwa yuqatiluhum. Sonra ayında kunduzi urushib kechida mehmon bo'lib ayında qilib yurgan chaqda bir kuni yawman irja'ahu hibrani min ulama al-yahud. Uning qashig'a yahudiylarning ulamolaridan katta ikki olim ketdi. Hibr degani bizning duoq katta olim. Nimacha hibr deb atalgan? O'tgangi dars chiqdimi shu? Hibr Çıkıl izahı dokuz. Hebirge ya ki midat, düvettike, siyah. Siyahın köp işletip ilim bilen şuğullanğanlıqtın gelgen. Yani birisi bahr, denizdeki ilmifindaki. Fenehayahu an qitalihim. Bu çıkı çoğumullah ularla uğraşmışlar, tusabtı padişah. Ve qala debtu la tef'al eyyuhel melik. Ey padişah, bunda kılmışlar. فإنك إن أبيت إلا ما تريد زاد أرشمن دبتر القاتلة حيل بينك وبينهم أولادان بينهم ديبزن يعني بينه ديان بين القتال أرشلان سلم أطرقda tusak peyda oldu uruşamayla uruşaydı sılım uruşamayla bu ilahi anda bir xil Allah Taala tutayotgan bir ish va beradi demak için ولم نأمن عليك عاجل العقوبة yani bunlar uruşiyaslar siz derhal bir ilahi azab uqubatning boshlari kelishini xotirjam bo'lamayman. Yani ig'ir bir ilahi jazo uchrab qilishi mumkin.
فقال لهما شونlar o ishga olib debdi valimada nima uchun unda bo'ldi faqala innaha mahajiru nabiy chunki biya innaha degan shu Madina demakchi shu Madina payg'ambar hijrat qilgan joy demak shundan kitobda Tavratda shunda o'qigan bu balki keyingi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan janglashgan Rasululloh tangan eski Yahudilar emas burun shu Rasululloh ibadetul qasd iman aytimizda baş saqlab turgan ubda Yahudi bo'lishi mumkin. Bu payg'ambar hijrat qilgan joy bu Madina. Yakhruju min al-haram min Quraysh. Qurayshdan haramdan mishaga chiqdi bu payg'ambar Madinaga chiqdi. Takunu darahu va qararahu. Mush Madina uningki uyi, qurusi va turalg'usi bo'ladi. Shuni urushmislar. Fantaha an dalik. Shunlar urushdan bo'ldi qilib, vansarafa anil madinati ila biladi. Madinadan o'zidan juda qaytib ketdi. Ba'da an tahawwada. Yahudi bo'lib ketgandan keyin o'tgan bizda darsda bizni muddo podshohimiz o'tgan chaqda ular Yahudiyni gap qilib tashviq qildi, Yahudi yo'lab andin yemen ketdi. Balki o'sha bo'lishi mumkin. Hozir bundan qilsak tutashlardi bu gapni. Tamam? وكان بدء إسلامهم في السنة 11 عند ما ينبر أبزاس باشلنا وكان بدء إسلامهم أوس والخزرج عبارة بغناش أنصر لانو مسلمان بلاش باشلنا وقت يعني رسول الله يقاتل ama يقاتل بولا Mekke'ye berip gidip turgan dastlab qilib musulmon bo'lishi payg'ambarlik evatilgandan keyin 11-yili musulmon bo'lishga boshlagan deydi. فقدم منهم 6 نفر حجاج من الخزرج. Shu yili Xazraj qabilasining 6 nafar kishi haj qilish uchun Makkaga keldi. Fada'ahum an-nabiy sallallohu alayhi vasallam fi man da'a min al-qabail. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har yili hajga kelgan qabilalarni islomga da'vat qildi. Payg'ambar qilib uyatildi. Iymon aytinglar, islom dini ma'lum deb tashviq qildi. Shu qatorda Madinaga kelgan Xazrajning tashviqlab ket 6 aydan musulmon bo'ldi deydi. Ta'ajabu halan darhal bular lavayda bilan qabul qildi islomni. İslam qabul qilish burun haj qilish batdi. Nima uchun desa, İbrahim alayhisalomdan qolgan haj ibodatining qoldiqlari batdi. Anchuncha o'zgarib boshqacha bilan ketib qolgan bo'lsa, lekin haj qilish, tavob qilish, Minoga chiqish, Arafat degan emas batdi. ووعدوه العام المقبل مسلم بلا بسكلارجين كله دكته وقالوا له يا رسول الله إنا تركنا قومنا على عداوة يا رسول الله biz qavmimizning bir-birlariga adovat ustida, mushunda dushmanlik ustida ittifoqsiz holatda tashlab qo'yib keldi. Yani Avslan Xazraj Rasululloh yo'qolishdan ilgari 40 yil urushgan. Nima? Harbiy nima? Buas diyen şu 40 yıl davamlaşkan uruş şu. Tuğan yani begine buas dediği hadiste. Eğit günü de iki dedek buas canlıda doğan koşaklığından qo'tibdi. Bunda adavat üstüde taşlab keldi. Ve in yecma'uhumullahu aleyk. Yani Allah Teala özlerinin kullarida ularni shunda bir uyushtirib, ittifoqlashtirib qilib qolsa فلا أحد أعز من özlerden bakrak izzetlendiğen, hürmet sadavatlan kişi bulmaydı. Çünkü hemimiz hürmet kıldı sizge. Bu yerdeki niza adavatına hemimiz jüyüplan ittifaklaştırgan bullah. ثم جاءوا في السنة 12 رجلا. Ondan 12. yılı yani kelercili 12 kişi bulup geldi bunlar. Bunun 6 adımdı. 2 من الأوس و10 من الخزرج 10 olmuş gerek. Caa birinin faali 2 من الأوس و10 من الخزرج. Avus'tan 2 kişi, Hazraj'dan 10 kişi olap 12 kişi geldi. فَبَايَعُوهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ بِلَا قِتَالٍ. Muş qatındaki bey'atta bu uruş kıldığan uruş qamaz. Ne bilirse baqıldaydı anla. Gapni anlap, sana degan gapni anlap, taat qilishga bey'at qildi. Ma'lum bir to'ndarchiga bir bey'at qildi. Men nima desam, shuni ma'qullaysizlar, ma'qul, shuni bey'at qildi. Bila qital yana urush gapi yo'q buning bu bey'at. وأرسل النبي معهم مصعب بن عمير
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ular bilan Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhuni Madinada islom taxtishga avatdi va Abdullah ibn Maktum nima avatdi, balki birisini burun birisini keyin avatgan bo'lishi mumkin. Yuallimanihim Madinaliklarga islom dinini o'rgatish uchun va yusalliyan bihim ularga imom bo'lib namoz o'qish uchun. ثم جاءوا في السنة الثالثة عشرة 73 رجلا. عند 13-yili payg'ambarlik evatilib 13-yili 73 kishi bo'lib olib keldi bular. Mus'ab ibn Umayr islom tashviqot qilib nurg'un odam musulmon bo'ldi. Boshqa musulmonlar tashviq qildi, shuni 73 yildan keldi, lekin 73 dan boshqalar Madinada hajga borgan qattiq musulmonlar bor. وواعدوه الليلة الثانية من ليالي منى ليلا. Şunu hac faalizini tugutib Minan qo'nilgan kechilarning ikkinchi kuni kechida biz bu yerda ko'rishaylik deb va'dalashdi. Qur'on Karimda deydigan: "Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi va man ta'akhkhara fala ithma alayhi." Aslida mesela 2 kun turdi, 3 kun tursin ama ikkinchi kuni kechida bu yerda ko'rishaylik deb Minada ko'rishgan. لئلا يشعر بهم مشركوهم. Yani üzülen billi bağın, aşı Müslüman 73 nefar bilen billi bağın, Evs ve Hazret'in müşriklerin bağın. Ayşki bağın müşrikler. Aşı arasındaki müşrikler tüykanması için kesildik bize görüşeyler. Bu tapağınca da sorup çıkıp görüşmek için. ثم لما جاء الليل خرجوا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسللون. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen va'dalashgan bo'yicha kurashish uchun sug'urilib chiqishdi. Yetasallal asla sug'urilib kechida tinis qilib chiqqanni tasallul deydi. Kezilma tasallul deydi. Chegirdan masalan o'g'ilchimda jiyadni asla chirvasi tasallul. Ya yatasalluluna minkum libada. O'g'ilchasda sug'urilib chiqilganlar. Hatta istamamu inda şa'bi. Şa'bi yani biz başkatım jilga ya tağının başka bir tübülek mesela. Ya çığır yol dedik. Şu ma'lum bir jilga çığır yolunun peşinde küçük yerde uçraşıyor. Miyad ya vadisi. Vara'al aqabatul kubra. Aqabatul kubra şeytanın üç şeytan varsa Cemaratul Aqaba deymiz. Aqabatul kubra deymiz. 5'lik şobu deymiz. Şunun ağıtdaki jilg'inin tuyda, chig'ir yo'lining tuyda bir vadida tog' bag'rida uchrashdi dedi. Faja'u an-nabiy sallallohu alayhi vasallam va ma'ahu ammuhu al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam keldi. Va'dalashgan bo'yicha kechida hozir uchrashishga bordi. Hamrohligida Abbas ibn Abd al-Muttalib tag'isini elib olgan dedi. Va kana iddaka ala din Quraysh. Shu chaqda Qurayshning diyonati edi dedi Abbasni. Shunda deydim, lekin men shaxsan musulmon bo'lgan degan qanoatda Abbasni keyincha masalan Makka qilib qoldi, urushga zo'rlab masalan Badrda zo'rlab kelib mangan chog'da majburiy jangga qatnashdi. Asir tushib qoldi. Nima? Ki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'yib berdi. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkada vazir topshirib, ko'rinsa musulmon bo'lmagandek ishki jihatdan musulmon bo'lib, ma'lum ishni o'sha turib hujrsa topshirib qo'yib ketgan. Shunda bir bo'lmasa, shunda bir zil va kalliga tilashmadi. Kechida Madina kayo'ldan tutishib, islomdan bo'lgan to'xtamlashadi, bay'atlashadi. Butun mushriklar urushga tushadilar. Bu kafir bireylarni shu nimaga qatnashtirib, u nima qilsa, misol jiraqam. Musulmon bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin maxfiy tutgan. Ko'pincha ehtimol. Walakin hadara amra ibn akhi. Lekin u musulmon bo'lmasa, yadabdan musulmon bo'lmasa, jiyaniningki ishini puxtalab qo'yash. Jiyanim bunday ishni qilibdi, bashag'irga ushtirmasin, 5 kun kelib qolmasin, puxta bir yordamlashib beray, tajribasi bo'lgan ekan. Yordamlashib beray deb ko'ynab kelgan dedim. Liyatawassaqalahu mana uningga ishni puxta qilib berish uchun. Fatakallam shuni so'z qildi. Va qala ya ma'shar al-Khazraj. Khazraj jamoasi Avsmu bor, lekin unda Khazraj ko'p bo'lgan ekan, Khazraj jamoasi dedi. Inna Muhammadan minna haythu qad alimtum. Muhammadni bilsizlar. Bizning aramizda siz bildigan ashundan martabaga ega bu. Va qad mana'nahu min qawmina. Biz hozir qadar Muhammad sallallohu alayhi vasallamni bizning Quraysh badbaxtlardan
quvdab keldik. Hozir qadar uni o'tiramiz emassan yoki biznes qilib o'tamadi. Hozir qadar quvdab kelyapmiz. Sog' salomat va mana. Mimman va ala mithli ra'ina fi. Bizga o'xshashmasdan u payg'ambar emas deb barfu qaraydiganlardan quvdab keldik. Fa fi izzin min qawmihi. Va u qavmining zengashligidan saqlanadigan darajada izzatli hozir turadi. Va man'atin fi baladi. O'zining yurtida quvdalgan holatda hech kim tegmaydigan holat turadi. Va innahu qad aba illa al-inhiyaza ilaykum. An bu bunda turgan holatda cho'qim sizlarga qaytib ketaman, sizlarning tarafingizga o'tib ketaman deb turibdi. Inhiyaz deganimda tarafini tutish, qaysi tarafga o'tib ketish, harakat adamil inhiyaz. Wal luhuqa bikum. Sizlarning qishinglarga baraman deb turibdi. Fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilay. Sizlar mishakaslar qo'daymiz degan mush va'dangizda tura oladigan bo'lsanglar, va mani'uhu mimman khalaqahu, uning qarshi turganlardan uni qo'dab qola olmayman desanglar, fa antum shunda qilinglar. Va ma tahammaltum min zalik. Bu o'zingizning ishi. Fa antum va ma tahammaltum anta va dak deydi. Bu sizning o'zingizning qilishi. O'zingizga xolaslar buni. Tahammaltum min zalik de o'zingizning ustonga ilib olgan yuk bu. Va in kuntum tarawna annakum muslimuhu. Yo'q biz buni kencha Quraysh mushriklar topshirib bermas deb o'ylasanglar, va khadiluhu yordamsiz tashlab qo'ymiz uni. Ba'dal xuruj ilaykum. Sizlarning qishingizga chiqib bo'lgandan keyin uni yordamsiz tashlab qo'yib, Quraysh mushriklar topshirib berib qolamiz deb o'ylasanglar, faminal ana fad'u. Hozir ta'lim bo'ldi, mishajim qilgan. Uni apketib, keyin undan yordamsiz topshirib qilgan bo'lsanglar, hozir bilan uchiq ketganini qilib mishajim qo'yib qo'yaman. Apketman. فإنه في منعة من قومه وبلده. Çünkü hozir Makke'de turibmi, Quraysh mushriklardan boshqa badbaxtlardan qovdilib saqlanib turibdi. Ve hozir ubda o'yinib, ubdan qarab qilganlar. Keyin va'dan turmay qolsang bo'lmaydi. Faqalu lahu qad sami'na ma qulta ya Abul Fadl. Sizning degan gaplarni angladik hozir. Ey Abul Fadl, Abbosningki kunyati Abul Fadl edi. Çünkü Fadl deb o'g'li emasmi? Abdullah ibn Abbas deb o'g'li, Al-Fadl ibn Abbas deb o'g'li. Shu haj vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan tug'an chaqib chiroyli bir xonim kelib, Hasan qabilasidan Rasulullohdan bir narsa so'rayotgan chaqda ikkidan qarashib qoldi-ku. Rasululloh yanakimda atrofga qarab qo'ydi. Shu Fadl ibn Abbas. Nima kirishgan yigitdi. Shuni Abul Fadl shu o'g'lining kuni. Fatakallam ya Rasululloh. Hamda Abbas o'zlari so'z qildilar. Endi Rasululloh sizni o'zdirib gapingizlar. Sizning gapingizni anglaydi. Faqud li nafsika va rabbik. Siz so'z qilib gapingizlarni o'zlar uchun, Parvardigorlar uchun xohlagancha ahd paymon asli tayyor. Ma ahbab, siz yaxshi ko'rgan tariqada xohlagancha ahd paymon asli tayyor. Fatakallama Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Sonra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'z qilib, fatalal Qur'on tilovat qildi va da'a ila Alloh taologa chaqirdi va rag'aba fil islom, islomiyatga targ'ib qildi, tashviq qildi. Thumma qala ubay'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum va abna'akum. Men sizlar bilan meni sizlarning o'zingizning xotin balchaqalarini qo'ydigandek qo'ydishinglar uchun bay'atlashman. Endi o'zining ayoli va farzandlarini jon qo'ydaydi-ku. Ashullarni qo'ydash yo'lda o'zildim. Ashunda darajada qo'yday olsanglar bay'atlashimiz bilan. Shunda qo'ydashqa bay'atlashmadi. Fa akhadha al-Bara'u ibn Ma'rur radhiyallohu anhu biyadi. Shundan al-Bara' ibn Ma'rur Ansarlardan bu gapni Allohning qattiq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'lini tutdi. Va qolina, yani qo'lini qanaqada qattiq qo'lini tutgan bay'atlar. Shundalaman, qattiq qo'lini tutgan bay'atlashdi. Nam, mana hisob qildi degan. Vallazi ba'ataka bil haqq, o'zlarini haq din bilan avatgan zot bilan qasamki, lanamna'annaka mimma namna'u minhu uzurana. Uzr degan ish odamda balmin astiga izar bor. Shunda yo'gaydigan. Masalan, aram bog'liqlar astiga yo'gaydigan, tarafdan shunda yo'gaydigan kiyim bor, izar deb. Ishdan emas. Yani biz shu izarimizni, bal ast kiyimimizni qanday qo'ysak, sizlar shuna qo'yadi. Yani bizning masalan
xotin balchaqlarimizni, avratlarimizni qanday qo'llaydigan bo'lsak, iffatimizni qanday qo'llaydigan bo'lsak, sizni cho'qim shunga o'xshash qo'llaymiz. Yani izar deganimda izarning ichidagi iffat numusni demakchi. Fabayi'na ya Rasululloh. Biz sizni qo'llaymiz, shataq yo'q. Biz bilan bayatlasizlar deb g'achchilik qilmoqchilar. Fa nahnu vallohi ahlul harb. Biz degan Alloh bilan qasamki, biz urush ahli. Umrimiz urush bilan o'tgan har. Amaliyotda 40 yil urushdikqa bas. Unisiga bu az qandaqda Yamanlik uninki shu sarkardilar edi. Chavandozlar edi. Biz urush ahli. Butun umrimiz urush qilib o'tgan har. Va ahlul halqa. Ahlul halqa degan dubulg'i savat kiyib bilan yuradigan har. Halqa degan tumun deydi. Yani urush kiygan tumur kiyim bor. Badan kiygan unday emas. Savut. Başka yerinde dubulgu. Dubulgu savut ahli biz. Varithnaha kabiran an kabir. Bunu atı boğulumuzdan mirasağın kalklar. Kabiran çoğun. An kabirgen yani atan boğumdan, boğusu boğustan. Çoğunlarımız çoğunlardan mirasağın bunda kalklar. Bunda ibaret kabiran an kabir. Ya şu hazır dubulgu savut kiyeş. Davamlıq uruş degan bu bir xil hamda hünaya tabiat. Mush tabiatni, mush hünani biz ota bobolarimizni qadimdan tortib miras olgan xalq. Faqala Nabiy sallallohu alayhi vasallam akhriju ilayya minkum 12 naqiba. Bunda olsa sizlar aranglarda 12 vakil chiqaringlar. Naqib degan vakil degan. Qur'on babo 12 naqiba Bani Isroilning liyakunu kufalaa ala qawmihim. Bular o'zlarining qavmiga zamin bo'lsin, kepil bo'lsin. Mesela biz 12 keylan, her bireyden o'zimizning tavba qilib, bir jamoat tavba qilib. Mesela men o'sha bayat qilaman, menga tavba o'sha Madinada, bizning jamoat tavba Madinada musulmon bo'lgan bo'lib qolsa, men shulg'i vakolatdan bayat qilasam, mening gapim o'tida shulg'a demakchi. Fafa'lu, shunga 12 keylanni chiqadi. Shunga ba'zi sahobaning tarjimalarida kana naqib Bani kaza falan cemaatninki naqibi bo'lgan bu shu bayat laqabada deb ta'rif qildi. Faqala Nabiy sallallohu alayhi vasallam lin-nuqaba, shuna 12 vakilga undida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam antum ala qaumikum bima fihim kufala. Sizlar har biringiz o'zingizning jamoatiga, qavmiga kepil. Ka kafalatul havariyin li Isa ibn Maryam. Havariylar Isa ibn Maryamga kepil bo'lgandek İslam'ı özünün kavmiga kepil. Yani havariylar özünün kavmi üçün kepil bo'lgan bo'lishi mumkin. Qalal havariyuna nahnu ansarulloh diyor. Şu bo'lma ansarlar, Havariyin degan ma'sumda xas yordamchi Zubayr ibn al-Awwam dek. Xuddi Isa ibn Maryam alayhissalomga havariylar o'ziga tava kishilar uchun kepil bo'lgandek İslam'ı o'zning jamoatidagi kishilarga kepil. Yani hozir mishada bergan so'z ahdi paymon Madinada qolib qolgan o'zning jamoatidagi musulmonlarning so'zi hisob qilmoqchi. Va ana kafilun ala qawmi. Men o'zimning qavmidan musulmon bo'lgan bir guruhga men kepilman. Egar men hozir mishada qilgan ahdi paymonim shu hisob. Hammasi amal qildi shunga. Yani al-muslimina min al-muhajirin. Yani şuca kim hicret qilgan, kim hicret qilgan, shu musulmon bo'lgan. Yani Makka da musulmon bo'lgan shu jamoatga men kepil demoqchi. Faqalu na'am. Shuna ansarlar mayli bo'ldi dedi. Faqala ahaduhum shuna ularning birida hal tadruna alama tubay'una hada ar-rajul. Bu ajr mush bay'at ahd paymanni joyida tushunib qilyapamdi bular yoki undalam Akıtını oylamayla mı da kaldım o anda? Akıtını oylamayla başken bulanmay Resulullah'ın taşak koyucu mümkün. Çünkü bu tekama müstehkem boğazın için tenbih verip oturun. Siz bilemezler, nimegi bayat kılavatıslardır bu kişiye. Kallık edilgaç mı bu? Çarşak edilgaçamaz. Naam. Kala innekum. Sila tubayi'unahu ala harbil ahmari vel aswadi minin nas. Sila ak, qara, qizil, qanda jinsi ko'rib bütün dünyadaki şu peygamberin karşısında hemmadan bilan urushga bayat qilyapsizlar. Yani Arablar olsun, Rimliklar olsun, Farslar olsun, Habeşistonliklar olsun, hammasi bilan urush tayyor deb shuni bayat qilyapsizlar.
Chunki mushu dinninki tabiati islom tashviqot bo'lgandan keyin uni qarshi turishdi. Qarshi turish bo'lgandan keyin undan tutish qiladi. Nima? Shunga Makkadagi chaqda o't'imuna ta'am ala hubbihi miskinan va yatiman va asira. Asir degan gap jang bo'ladigan, musulmonlar asirga oladigan gapirni degan. Va janglish degan gap bu barni qiladi. Shu nuqtani oydinlashtirganlar demoqchi ekan. فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة أن سلا أجر مال ملكنا نبرا مصيبة تب كميف قاسا نهكت ين نقصت ين يزولون نقصت انتهى كذا زوان قدام انتهى كذا ين درسن نقول ده يا بزوت ين مال ملكنا تجا مثلا شنو من مال ملك ده ينقول mal varallarınlağa birer kemlik itip ziyantat kitip qalsanlar ve eşrafakum qatlan sizlarning isimlaringlar qatl qilib ketib qalsanlar jiqadamlar o'lib ketib qalsa ve aslamtumuhu undan bulanmay qo'yolmay dushmanga topshirib birdan bo'lsanglar faminallah azizlar o'shga qilmaydi فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. أشد أخبارهم تشوف برضه أشرف قاسم مكة مشركلرجع. بو الدنيا والآخرة تجيل مدان أرنوس بو. نطلب ما إسلام. وإن كنتم ترون أنكم وافون له أجر بزبون باجم وعدة تراليمز دب قرصانلا بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه. يعني مال ملك tarafdan ziyon tortib ketsammi isil kaptilaringlar qirilib ketib qolsimi Makkadan Madinaga kelsa biz yordam beramiz degan so'zlarni tura olamiz deb qarasanglar uni Madinaga elib ketsanglar bo'ldi. Fa vallahi xayrud dunya val oxirah. Ashuna olib ketib qolsanglar panolandusanglar bu Alloh bilan qasamki bu dunyo va oxiratlik xayrlik foyda. فقالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. شو أولا؟ Bundan biz mal mülk ziyandasakmı, kaplarımız, çoğunlarımız kırılıp tüketsimi meyle. Şu şart boyunca epketimiz Resulullah ne demek? فَمَا لَنَا بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Nâk aşında ziyandasakmı, kırılıp geçsekmü, mal dünyada alıp kalsakmı epketiler. Tamam, hesap oldu. Lekin mushunda qilsam, bunda pidagarlik qilsam, bizga nima mukofot bor? Mushunda pasda ya Rasululloh. In nahnu waffayna. Biz ibadimiz turib, shunda qo'ydisak sizni. Nima mukofot bor? Qala al-jannah. Jannat mukofot bor. Bu yerda ya sizga ma'lum deb qolsam, podshohlikni vali ahd qilib berma, ya degan. Shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etib ketgan chaqda mush ansarlar mushu nimani esda tutib vazir uzralik va xalifalik unda ba'ziga qo'rqqan bo'lsa asosan mushuni aslab Abu Bakr bayat qilgan va xalifalik talashmagan. Ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunga vasiyat qilgan. Satravuna ba'di athra. Mendan keyin shaxsiyatchilik yoki biz o'qituvchimizga hamda ishni ko'rsizlar, sizlar chidab turinglar, o'quv talashmanglar, chidab turinglar. Sizlardan men shu havzi kavsirni ustida tushirishma deb berdik. Ondan bular shular tutgan. Hatta shu Hunayn g'azotida o'ljilingan nurg'un mabna o'ljilin. Necha milliard pul o'ljilindi desak, shunlar endi musulmon bo'la ya endi bo'lgan, endi bo'lmoqchi bo'lgan shu ba'zi kafirlarga 100 to'gidan 2 milliondan 5 milliondan 10 milliondan da nima taqib berdi. Shu chaqda yosh ansarlar ba'zisi sal o'dirgan. Qanday gapga? Bajapani biz taqsa, qurbonlikni biz bersak, butun o'ljinni Rasulullohning qavmi shu olamga. O'zining qavmi deb shundan qilganda ba'zi munofiqlar shunday gap qilgan chaqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu gap aytgan chaqda Rasululloh chaqirib, sizdan bunda bir gapni anglatib qanday gap? Yani ki onun çoğunları özür etken. Rasulullah bunun çoğunları anmışlar bu anda nadarlarımız bazımında gelini kaptan. Yani ki ensarlarına bir sidiriciye çoğunlarına. Bütün kişiler mal dünyaya kesse size Resulullah'a kesse sana razı olmamıza razı olmaz. Bunu devam edin buna. Ve çoğunlar şu çağdımın okuyun. Sataravuna ba'di athra. Men diyeyim ki mushundan mal dünyaya men satmada men tutmada palsıganda işini ko'rasizlar. Lekin sizlar chidab turinglar. Men bilan shu havzga ustar bo'yda tushirishinglar. Men sizni shu yerda saqlab turaman.
Anda verdiler. Şu ansarlar başında müşkigan bey'itide tuğan. El cennet dedim. Cennetini verdi kılmaya. Kalu ubsut yedeke asla kullarını. Tamam adıram da eni kulluğa eke asla kullarını dedi ansarlar. Fabasata yadahu. Şunda kolunu işitte tebayahu. Hemmesi birbirle beyatlaşan küreşti ama ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أفضوا إلى رحالكم إلى رحالكم ما مطالعة ما أفضوا لكن أفضوا أفضل وصل ديماندا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض birbirine yetti. Yani cinsi münasebette oldu. Cima kıldı. Cima kıtırıp bana toylukunu kaytır olmanı karşılığında ya. Afdu ila rihalikum. Rihal diyen konalgı, turalgı cay. Bargahına, turalgı cayınlağa yetip verilirler dedi. Afdal yerine yetip verilirler yani. Fekala lehu el-Abbas ibn İbadete ibn Nadla şunlar muşu sahabetetto ansarlardan yani sidra kayıt kitabı hiç şumanlık çandımayım muşada işte diyendiken Abbas ibn Nadla şu çağda beyat olgan çağında şu çağda to vallazi ba'ataka bil hak özüne hak dinlerken zatla qasamke inşita eğer halak qasılar bizni buyurup qasılar lanamilanna ala ahli mina gadan ata degan minadika aşıptın xalqlarga shularni bostiriqlam tegish qilamiz dedi. Bir asiyatına. Yani qilishlarimiz bilan biz ularga maylulla degan qilishlar bilan bostiriqlam qirib o'taylik. Bu hojilar uning qo'lda qural binosi bo'lmaydi. Balki hamda akasimi yuktaqlarning ichida tayyor emas. Xotirjam turibdilar, tuyuqsiz hujum qilib qirib o'taylik. Hadi bu neçeylen? 70 neçe. Lekin o minadan da neçe min adam var. Güzel. Demek aşağı mı kabildeki adamlarını kırıtayla müşrikler. Demek hadi bu beyat kutok, biz teyyar demek istiyor. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lem tukmar bidalik. O kural işletişke buyuruldu donsa. Yaki lem nukmar desek mi oldu? Velakin erci'u ila rihalikum. Lekin silahdır kaçıp tuturanlar. Ve hâdâ gâyetun minhum radiyallahu anhum fil necde. Mana mushu sahabeninki degan so'zi yordam berish, hamdamni bo'lash, necde degan hamdamni bo'lash, qutqizish va yordam berishda eng yuqori chekka yetganlikni bildirdi dedi. Yordam berish necde. Rasululloh yordam berdi. Islomga yordam berdi. Rasululloh yordam berdi, islomga yordam berib mushuklarni kiritaylar, mana biz tayyormiz. Ve kemalul iman, imanın kamilliğini gösteriyor. فإن من بيننا حجيج كثير من جميع قبائل العرب. Çünkü minadik kişiler Arap kabilelerden nurgun kişi var orada. Nurgun hacılar var. Hem kabileden adam var. Yuriduna yuqatiluhum. Bu beyatlıgan ensarlardır. Aşırılar uruşumuz da biz teyyaratız. Ve hum bihadal adadil qalil. Bunların sanı 70 nefar. Ayet neçme adam var. Onun için hem kabilden, Arap kabilden hemmesi var da. Yani bütün Arap'a karşı canını kılıç teyyaratı 70 nefar. Ve kad vaffavu radiyallahu anhum Allah onlardan razı olsun. Ular verdisi tu dedi. Fakhadu ma'ahu gımaral had. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir set tuturup canının kaynımığa kirip geçti. Gımar diyen şiddeti, dehşeti kaynıma desek. وَرَكِّبُوا إِلَيْهَا كُلَّ ذَلُولٍ وَسَعْبٍ Aş cenge her kanda kıyınçılıkla karmay cenge atlan dedi. Aşın karab atçaktı de. Zelul diyen kolay. Sa'd diyen kıyın. Kolay iş olsun, kıyın iş olsun hemmini kılıp cenge atlangan de. وَأَرَاحُوا عَنْ سَب۪يلِ هَذَا الدِّينِ كُلَّ عَقَبَ Muşi dinin yoludun, muşi dinin tutuşvatkan her kanda tutlu geçen olduğun tosaklarını ilip taşıradı dedi. Ve kerbin baş ağrıkları, gam endişine. Fesemmâhumullahu bil ansar. Şunlar Allah Teala onlarını ansar da atıdı. Ve esna aleyhim. Onlarga medya okudu. Ansar da khas ayette atıgamış onlar. Allah Teala ansar da atattı. Nerede atıdmış? Muhacirine vel ansar. Ansar da atıdı. Ve esna aleyhim. Medyilde şunama
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا وشندا مدينة كتة بمحبتهم من هاجر إليهم قلنا مدينة وشلانın kaçıda hicret kılan kişilerini yaxşı gördü bu, suydu, karşıladı. Ve bi adami hasadihi ala ma utiya. O şu hicret kılan kişiye beraber fayda menfaat etti, bunu kalsa Allah Teala bir narsa verip kalsa, bunun hasad kılmaydı. Başı benim kirep ben kaldağım bir adamında bulup gitip balda bunu kıramaydı, ondan ulaşıyor. İştalı kılmaydı. وبالإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وجزاهم جزاء الأبرار وأولاغا يخشى zatlar bilan mukofotlar bilan mukofot berdiganligini bayon qilgan. Yani bu biz qilgan duo desakmi, Alloh taolo ularga yaxshilikni ko'p qildigan zatlarga bergan mukofotni bergay. Va askanahum al-firdaus al-a'la dar al-qarar. Abadiy makonlashgan jannatningki eng yuqori martabalik firdaus degan martabasini ato qilgay. قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس رضي الله عنهما دبتوا مستلت السيوف ولا زحفت الزحوف kılıçlar, şemşerler soğurulmadı dedi. Stullar ya soğuruldu. Şemşerler soğurulmadı. Leşkerler mi atlanmadı. Vela uqimetu sufuf. Saplar sapras bulmadı. Hatta esleme İbn Qaylata yani el-Evsa vel-Hazrac. Muşu. Makile de tumak Qayla cima. Qaf zıvar okuldu. Qayla. Hata kodda pamamana. Qayla. Qaylamaz. Şu Evsa vel-Hazrac'ın anısına Qayla. Qayla degan mush ayolning ikki o'g'li, ya'ni Evsa vel-Hazrac'ın demekçi deydi. İkki o'g'li musulmon bo'lganga qadar, ikki qabila musulmon bo'lganga qadar şemşerler kınıdın soğurulmadı. Leşkerlerimi beskenmedi. Saplarımı sapras bulmadı. Yani tüzük bir canda bir iş bulmagan değil. Müslüman boğandaki İslamiyet için cihat kılıç başlangan değil. وَلَمَّ اجْتَمَعَتِ الْأَحْزَابُ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ Arap kabilelerden aşağı ittifaktaşlar toplaşkan çağda Gazvetul Handak dedik o. وحاصروا المدينة مع قريش مشركler bilan Medine muhasirga algan çağda fi gazvetul Handak. Buna Handak gazvetida Gazvetul Ahzab şu. Ashfaqan Nabiy sallallohu alayhi vasallam alal muslimin. Müslümanlarga, ensarlarga çağırdı. Meni qo'g'dayimizda panohlantiramiz, yordam qilamiz deb bular arasabdi. Mening sababimdan buning beshi hozirda. Ya'ni butun shu ansarlarni to'tirib bundan qo'shiblan ham qilib yetadigan holatda turgan ekan, sal shog'irda. Fara'an yukhaffif anhum. Sonlar bundan sal yenekiltib buni bir qutqizib qolsam deganda o'yladi deydi. Ba'da hadal jaysh. Yoki mushu qo'rshaqdagi askarning bir qismini ketkizib, sal yengillatay deb o'yladi. Fa'arsala ila Uyayna ibn Hisn al-Fazari. Shuna Uyayna ibn Hisn al-Fazariga wal Haris ibn Auf al-Mirrima, Auf al-Mirri. Wa huma qaida Ghatafan. Ghatafan degan sanaqsiz bir qabila bu. Bu ikkisi Ghatafan qabilasininki qo'mondonlar edi. Mushkelanga adam yo'qdi dedi. فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بقومهما عنه. سلا urush qatnashmay Madinaga tegish qilmay qaytib ketinglar. Men sizga Madinaning meva g'usulininki 3dan 1ni beray. Siliq tilab buni qaytarib o'tmoqchi bo'lgandek. Biqawmihima anhu va an ashabi. Yani Rasulullohning qashidan va uning sahobalarining qashidan ketishga va 3dan 1 g'usulni ular topshirishga so'zlashmoqchi bo'ldi. Fecera beynehu ve beynehuma sulh. Çıkan oturda sulhi toxtamla boğuldu deydi. Yani bir adam da söhbet güzel oturdular. Hatta ketabul kitab. Sulhleşip sulh namını yazıştı deydi. Velam taqa şahada. Lekin guvohliklar rasmiy hujjatlashigan oxirgi bosqichga bormadi. Vela azimatus sulh. Amsa hisob juma amsa deydigan nimaga bormadi. Yezib hamda menda to'xtamlashamdoq deyishib bo'lgancha. İllal muravada. Muravada degan, yani şu gapga ko'ndirib, unutib, puga bakın. Ma'qul degizib. Esa ravada degan yavoyi bir hayvonni ko'ndirganni deymiz. Yavo otni masalan, minidan kelsa tarvid deymiz aslında.
Muravat diyemem de bu hazır uruşumuz alsın bilen de tuğalım asla gep keltirip sülünü seyret de paranlışı otkanca. Yani kesip sülünü tamamlamadı. Lekin sökat ötüzü, tempen ötüzü sistemde o. فَلَمَّا أَرَادَ يَفْعَلَ resmi ahirki tohtamını kesip kıldıran çağda بَعْتَ إلى سَعْدِ بْنِ مُعَاذ سَيْدِ الْأَوْسِ وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ سَيْدِ الْخَزْرَجِ İki kabileninki iki katta veşiğe edin verdi. فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمَا müşgebne ulağı dedi. وَاسْتَشَارَهُمَا İçkilerini meslat aldı. فَقَالَ لَهُ şunlar içkilerini dedi ki Ya Resulallah emran tuhibbuhu فَنَسْنَعُهُ size bu işine yatırıp kılıp bizim kıpırışımızı halamla em şey'en emarakallahu bihi la budda lana minel ameli bihi zat bu Allah Teala buyurgan aşında kılsak olmayla aşma ya ki sizler bunda kıpasiken de oylap aşma özleri oyluğa aşma ya ki Allah Teala buyurgan aşma demek için em şey'en tasna'uhu lana ya ki biz için bizni kutuldurup kalış için biz için kıpırmak aşma bu kâle bel şey'en asna'uhu lekum ve Allah'ın buyurmadı memnun sizlerle kıyısında kıyraşamaz lekin sizlerle kırılıp tükep gitmesin için ben sizlerle poğdap kılış için sizler için kıpırvatkan bir iş bu vallahi ma asna'u zalik ben buna herkes bunda ötülendirmezde bunda kılmaydım fakat lamam da lianni ra'aytul araba kad ramatkum an qawsin wahidin fakat lamam ben Araplar bütün Arap hemimiz bizleşip sizin birleşip yoktu etmekçi boğan haletini köylümde Am qawsun wahid degan hammasi bizlashib bir o'qiyani hammasi tutib unda atgan degan. Birlashib sizlarga kelyapti. Va ta'allabu alaykum min kulli janib. Sizlarga hamma tarafdan qarshi birlashdi. Faradtu an aksira ankum min shawkatihim ila amrin ma. Şu anda shawkat degan ularning quvvati, shawkati. Ularning kishini ma'lum bir yo'l qadar, ma'lum bir muddat qadar bir bo'shashtirib qo'yay. Siz ajiltay deb o'yladim dedi. Faqalahu Sa'd ibn Mu'adh, ana Sa'd ibn Mu'adh radhiyallohu anhu bu gapni anlagandan undida Ya Resulallah, qad kunna nahnu wa haula al-qawm 'ala ash-shirk. Ya Resulullah, bizmi ashxaqlimi hammadan shirk e'tiqod etdik buni. Allah şirk tuttuk ve ibadetul awthan butlar ibadet tuttuk ve la na'budullah ve la na'rifu Allah Teala ibadet kılmaydık tulmaydık bilmeydik ve hum la yatma'una en yakulu minha samaratan wahida en cahilet kichigimizda Medine'nin mevisidan bir tal mevi yalaydiganlığı temasi yoktur. Yalayimiz deb tama qilmaydi. Eddemasdi. İlla qiran ev bayan. Fakat zaman mehmondoshlik qilib biz mehmon qilib basak yoki setib basak yalaydi. Yuquruna o diye çıktılar Tokrat baytiyen keradiyen mehmondoshlik qilib yoki setib basak endi yalay bo'lmasa yoki zo'rliq zo'mbuluk bilan Madinening usullaridan tatollanmaydi. Mushrik holatda shundaqdi. Afahina akramanallohu bil islam. Endi Alloh taolo islomiyat hidoyat berib shu islom bilan izzat obro'ga erishgandan keyin izzat degandan keyin va hadana hidoyatga boshlagandan keyin va azzana bika o'zlari bilan bizni izzatga erishgandan keyin va bihi va Alloh taolo o'zi bilan bizni izzatga erishgandan keyin nu'tihim amwal ularga endi pul beramto ya'ni joyda mushrik chog'da bergan pulni İslamiyet bilan izzatlangandan keyin bilan tutqizgan pulga mumkin emas. Vallahi Allohning qasam ma lana bihada min haja. Bizim bu düşmandan birisini ketkizib onga tilamda ehtiyojimiz yo'q. La nu'tihim illa as-sayf. Ular faqat shu shamshirimizni tutqizib qo'yamiz. Ya'ni shamshir bilan taqobil turishni biz o'zimiz boshqa hech kim bilmaymiz. Hatta yahkumallohu baynana va baynahum. Taki Alloh taolo ikki tarafni o'ttirda o'zining hukmini qilib ikki taraf qilmoqcha erishimiz. Faqala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fa anta wa dak. Dawsa deganing bo'yicha bo'lsa dedi. Fatanawala Sa'd ibn Mu'adh as-sahifa. Shundan Sa'd ibn Mu'adh radhiyallohu anhu as-sayfini, sulh sayfisini yozgan, sulh nomini ilib famaha ma fiha min al-kitaba. Uni yozgan narsani o'chirdi. Kirib yozishim mumkin, qog'ozga yozishim mumkin, hammani o'chirdi. Thumma qala andada liyajhadu alayna. Bütün kuchlar tegishib qolsin, urushib qolsin, ko'raylar. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة تمحى ما فيها من الكتابة ثم قال ليجهدوا علينا أبتن كتيران زمان إلش بقصن كله ولما صار صلى الله عليه وسلم إلى قافلة قريش ووصل قرب بدر demek şu ensarların
aslında canlıq sözünü anlagandan keyin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Qurayshning karvonlari ketayotgan tarafga yurib ketdi. Bedir degan shu bir quduqning ismi, shu joy, shu quduqning nomi bilan atalgan. Bedir degan joyga yaqin kelgan chaqda va balaghahu anna Qurayshan kharaju fi jayshin liman'i qafilatihim. Ana shu bo'lgan chaqda Quraysh mushriklarninki o'zlarining karvonlarini qo'g'dash uchun lashkar tartib chiqqanligiga xabar keldi. Asli shu karvonning oldini to'smoqchi bo'lgan. Lashkarlar bilan urushga chiqqandan qoldi. Karvonni oldin to'sablam Madinaga asirgatmoqchilar chiqqan chog'da o tarafdan mushriklarningki karvonlarni qo'g'dash uchun avvalgi lashkarlar kelib qolgan xabar kelib qoldi. Madinaga hozir bu Badrning gaplari o'tkazib bergandek turdi. Ya da hazır şu kırıksa Ahzab Handak'ın vakası etti. Şunama Velemba Sara diye yerden tatip bu yeni bir ceryanını beyan kılıyordu. Handak'ın vakası yaptı. Lecedu aleyna diyen şu sözüden Handak vakasını işte. Yani aslında başkurdum başkası lazım tamam. Bunu ula biz bu başka bizge çeşitlikte görünüyor. Ayrılmaz mı? وَلَمَّا سَارَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَافِلَةِ قُرَيْشٍ başka bir vakalıkta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş karvanını to'g'irlash uchun, oldini to'sash uchun yurish qilgan vaqtida Badr degan joyga yaqinlashib qolgan chog'da Kureysh mushriklarining o'z karvonlarini qo'g'dash uchun avvatgan lashkarlarining xabari yetib keldi. Liman qafilatin degan o'zlarining karvonlarini qo'g'dash uchun. İstişare ashaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe kiramlarını çağırtıp maslahat aldı. Li'annahu ma kharaja bihim illa lil'ir. Çünkü Resulullah aslında şu karvan uçurlam çıkan. Ayr degan karvan. Ve lem yekunu ala istidadin tayyarlıklan çıkmagan bu. Yengil lan kaçı bir çıkılan karvanın aldığını tasaplam to'g'irlab sirle deb chiqqan. Ve çoğun qo'shinlar urushga tayyorligi yo'q dedi. فأجابه عمر رضي الله عنه والمقداد بن الأسود degan müşrik sahabe kiram bular muhacirlardan bu ishkaylan Rasulullahga shuna javob berdi. Bizda ya deblar. Takarrar al-istishara yuridu javob al-ansar. Bu ishkaylan javob bergan bo'lsa-mu, siz nimaga bo'ysiz shuni mana yazib turgan bo'lsa-mu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem asli bu masalani so'rashda ansarlarning javobini olmoqchi. So'nglar bu ishga javob bergan bo'lsa, yana maslahatron bergandan keyin yuridu javob al-ansar. Ansarlarning javobini anglash uchun maslahat so'ragandan keyin li'annahum aktsara zalikal jaysh. Nima uchun degan chaqda shu qo'shinda chiqqanlarning ko'p qismi ansarlardir. Yani bir sebep وَلِأَنَّهُمْ بَايَعُوهُ عَلَى أَنْ يَمْنَعُوهُ مِمَّا يَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاهُمْ فِي دِيَارِهِمْ. Yani Medine'ge ben hicret kılıp barsam sizin kışınlığa meni o'zingning balchaqlaringni qo'g'daganda qo'daysizlar deb bayat qilishgan chog'da shuni bayat bergan bo'lar. Yani Madinada bo'lib qolsa Rasululloh Madinaga kelib qolsa shu Madinada qo'daydiganligini qilgan. Endi hozir bu Madinaning sirtida. Madinada sirti chiqqan ekan, hozir endi biz qo'dash kerak emas. Biz bayat taqozosi yo'q bu deb o'ylab qilib, bular biz urushmasak bo'ldi, urushma qaytib kerak deydigan bo'lib qolmishonda ashuldan so'zdan maqsulab so'ravadi dedi. Va qalu lahu ularning ba'zilari bunday debdi. Qad bari'at zimmatuna minka ya Rasululloh hatta nasila diyarana. Bularning ba'zilari ya Rasululloh bizning shu Madina bo'lgan diyorimizga siz borgan qadar Madinaning sirtli bo'lib qolsalar, bayat qilgan bo'yicha qo'dash majburiyatimiz yo'q. Bizning gardimizdan saqt bo'ldi dedi. Bari'at zimmatuna degan. Shunda debdi. Yani bu gapdan Rasululloh anlag'achqa, shu hamda ansarlar yo'q urushmaymiz deb shirkitib qolgan yeri bo'lib qolsa, ina qolay deb ta'kidlashni so'ragan. Faqaf alla yuqatilu ma'hu kharij al-Madina. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Madinaning sirtida mushriklar bilan urushmay qolamika deb ansirdi. Faqafu va so'radi. Yo'q, Rasululloh ansirdi. Rasululloh ansarlar biz Madinada qo'g'dash qilib bergan, bayat qilgan. Madinaning sirtida qo'g'dash senga biz va'damga urushmasak biz bayatimizga hech qanday daxl tarjimmaydi. Bayatimizni tutgan bo'lamiz yana. Deb yenib chirkit qilamiga deb Rasululloh ansirdi.
Ben sirgachga aslida aniq gapni elib ta'kidlash uchun so'radi dedi. Shu gapni qachon degan? Va qalu lahuma. Shu yo'ldanda shu jarayonni mushriklarning lashkar chiqdi bu degan chaqlarda ansarlarning ba'zi degan bo'lishi mumkin. Rasulullohga anlagan bo'lg'achqa ta'kidlab andan nima qilay deb so'rayapti. فقال له سعد بن معاذ والله الله لن قسم كأنك تريدنا يا رسول الله. Şuna Sa'd ibn Muaz da sizib bu meseleni. Ya Resulullah siz şu bizning javobimizni almoqchi bo'lib so'raganda qillar. Bugun hozir bizga ham qilayotgandek turlar deb so'radi. Faqala ajal shunda. Qala ajal shunda dedi. Shundan bu sahabimizda faqad amanna bik ya Resulullah biz sizga iymon etgan va saddaqnaka ras payg'ambar deb sizga ishondik rasul deb qardik va ataynaka ala zalika uhudana va mawathiqana mushunga asosan sizga ahd vadik hujjat vadik mawathiq deganda mustahkam ahd paymon va bay'atni demoqchi. Bay'at qildik ala sam'i va ta'a. Sizning gaplarni anglashga va sizga itoat qilishga biz bay'at qildik. Famd bina ya Rasululloh. Unda o'g'in ekan ya Rasululloh sizlar bizni boshlab minivasizlar. Lima aradda. Siz xohlagan ish uchun bizga yo'l boshlab minivasizlar bo'ldi. Fa nahnu ma'ak. Biz siz bilan billah. Vallazi ba'athaka bil haqq. Bizlarni haq din bilan avatgan zot bilan qasamki, law ista'radta bina hadal bahra faqudtahu laqudnahu ma'ak. Navada mush dengizni. Ulandı ma g'arb tarafdan shu dengiz sahili Qizil dengiz var. Bu Mekke, Medine mesela mush Badran mesela mush dengiz sahiliga joylashgan hisoblanadi. Hijaz. Allah bilan qasamki, navada sizlar mush dengizga kirib ketgan bo'lsa, to'g'risdan dengiz oldimizda unda to'g'ris bo'lar. Law ista'radta degan yana mush dengizni to'g'risga qilib turib dengizni oldiga kelib demak. Ard degan to'g'ris emasmi? Law ista'radta bina degan bizda o'sha dengizni oldiga shuni ekib turib dengizni ichiga kirib qolsalar, biz sizlardan dengizni chirkitimiz deydi. Xoda degan bunday kech suva chirkitishni xoda deymiz. Ma takhallafa minna rajulun wahidun. Bizdan bir odammi qolmay hammasi agishib turdi. Va ma nakrahu an talqa bina aduwana gadan. Atatigan bizning dushmanlarimiz bilan bizni boshlab dushman bilan ilishishni yomon ko'rmaymiz. Biz tayyor. Ya'ni atatigan jang qilib qolsaqmi, biz buni yomon ko'rmaymiz. Inna degan şey inna mishada ko'pincha ta'lim ma'nosi kirdi. Ayaldimi masalan bir narsani deb qilib, bir hukmni bir muhim. Inna kabbasa bu chunki bunda deb shuningki sababini ko'rsatgan. Biz qo'rqmaymiz dedim. Nima uchun desa inna chunki biz la subrun fil harb jangda chidamliq savrchan deydi, chidamliq bardosh ko'radigan suduqun fil liqa liqa degan dushman bilan uchrashish. Yov bilan uchrashgan chaqda og'zimizga qilgan gap bilan amaliyatimiz rast chiqadigan bunda o'g'illar, mardallar deydi. La'allalloha yurika minna balganda Alloh taolo ayati jamlab qolsa o'zlariga siz qo'shilgan bir ishni ko'rsatib qolar. Bizni yani obdan fidokorlik qilib biz sizni qo'sh qilgan bir ishni qilamiz demoqchi. Allah Taala bizdan sizga sizni qo'sh qilgan, sizni aram topqizgan bir ishni ko'rsatib qolar dedi. Fasir bina ala barakatillah. Shunga sizlar bizni boshlab Allohning barakati bilan yurish qilsizlar dedi. Fasurra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biqavli Sa'd. Shundan bu Sa'd radhiyallohu anhuning bu so'zi bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xushal bo'ldi. Va nashatahu dalik. Bu so'z Rasulullohni jallandirdi, jushqunlashib ketdi. ثم قال سيروا أطلوا الله وأبشروا مش بشارة الله فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. Çünkü Allah Teala bana iki grubun birini vaat kıldı. Ve ya'idukumullahu ihda at-taifatayn annaha lakum.
Ehdat taifeteyn deganimiz birisi karvon. Sham tarafdan kelayotgan tijorat tovarlarini eklayotgan karvon nurg'un iqtisodini. Yana birisi Makkadan ash karvonlarni qo'llash uchun chiqqan lashkarlar. Karvonlarimizni oldin biza bilmoqchi ekan Madinadagi musulmonlar biz darhol chiqib qo'daylar deb Makka mushriklari oldirab chiqqan. Abu Sufyan masalan. Vallahi Allah bilan qasamki laka anni al-ana anzuru ila masari' al-qawm. Men mushtaqlar edim. Hozir o'sha anda shu qavm degan Makka mushriklari. Makka mushriklarining qo'shinlarining jasadlarining bunda yotganligini ko'rgandekman bo'latimiz. Ya'ni bu jangda biz yengamiz. Hozir o'sha mushriklarning o'lgan o'laklarining ko'rinishi ko'z oldimda bundan ko'rinib turadi. Rasululloh shunday dedi. Albatta u jangda Badrga necha sahaba qatnashgan? 313. Mushriklarning 70 eng cho'nglaridan 70 o'ldirilgan, 70 asir tushgan. Bu noyatbek hamda ig'ir mag'lubiyat. Endi ma yozuvchilarda fa innal ansara la tustaqsa manaqibuhum. Haqiqatan shunday so'zlar kelsak, ansarlarning isl fazilatlari, sharaflik, shonliq ish izlari uni tutib bo'lmaydi. Tustaqsa degan uni chekiga yetib bo'lmaymiz. Ya'ni tutib bo'lmaymiz. Masjidul Aqsa degan eng yaqin masjidimiz. ولو كلف القدم بعد فضائلهم لتعب في الإحصاء. Navada qalamga ansarlarning fazilatlarini, tan sharaflarini sanig'inda vazir topshirilib qolsa, bu sonini lishda berib qolgan bo'ladi. Masara degan yotgan ahvolni masra. Sar'a ka'annahum a'jaz naqlin qawiyah. مواثيق دي عهد بيمان ميثاقا غليظا العهود والمواثيق عهد بيمان الله هذا بهذا بيعة تجزء عشان بيعة العقبة ده بيعة تجزء يعني كيف قال لهم فترة ba'zida degan bo'lsin Rasulullohga. Aslida biz Madinada qo'lda aytdik. Biz Madinaning sirtida hozir qo'lga majburiyatimiz yo'q bizning bay'at taqozosi bo'yicha. Yakamda bunda bir tarazdan bir so'z bo'lishi mumkin. Balkamda bo'la o'z ko'ngilda biz Rasulullohni Madina qo'ldash uchun bay'at qilgan. Yani bu Madinaning sirtida urushib, qo'llab bundan qilishib bay'atda undan ish yo'qdi. Deb hammuson, yani bunda deb o'ylab qilib urushimizga bunda qaytib chekitganmisan deb Rasulullohning oldin aniq ifoda olgan bo'lsin. Bu ansarlarningki ish izlari va islomiyat uchun ko'rsatgan fidokorliklarining bir qismi ekan. Davoniga bu ansarlar asli teginalikka, yemanlik. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan tuqqanchilik vasili. Qanday? Anasining bir tarafda tuqqanchilik bor. Shu anasi Madinaga tuqqan yo'qlash uchun kelib, anning yo'lda qaytishida o'sha tuyib ketgan bo'lgan Madina yo'lida qo'yarlar. Rasulullohning onasining qabrisi. Hozir bo'lsinki yoki Saudiya Arabistonda uyushtirayotgan bo'lsin. Tavob qilib cho'qinolmasinlar. Masalan, Xadijani boshqa Makkadagi shu asaratini yo'q qiladi. Bizda Peygamber Aleyhisselam'ın annesinin mağfiret tarafısı yaxshi bo'lmasa duo qilib tamam. He. Bana isyan olmadı şunda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki ata-onasi haqida musulmonlikda ya ahli fitrami ya kafirmi degan masalada ulumoni qarashlari o'xshashmas. Bir qism olimlar hayot musulmon deydi. Burunqi millat Ibrohim diyonatida but sayyiq bakmagan, o'qimagan deb qaraydi. Bir qism olimlar kafirda ana u mag'firat tilaysam ruxsat qilmadi, qabrini ziyorat qilsam ruxsat qildi degan asosan onasi kafirda deb qaraydi. Bu xilofiy masala. Ahlimi? Ahli degan ko'pincha ayolini maqsad qiladi. Ahli deb ko'pincha ahli. Ana unga tava balalarini ketiriz. Eğer olsa belki nima o'zsiyasin. Bu ko'pincha avvalda shu ayoli butun bo'lsa-qilibni ahli. Lekin buni jalliqroq qarash, bu kafir yo'ldan o'tmaydi.
bu ahlul fatra. İsa aleyhisselam yakında ilgirmesinden şu İsmail aleyhisselam yaratılıp şu aralıkta bir müddet peygamber yaratılmay kılınırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaratılgan. Ve ma kunna mu'azzibina hatta neb'ata rasula. Bundan peygamber yaratılgan kadar biz onu azaplamayız. Çünkü ilgirki şu kapağın diyanetini özü hakkını tunup yani şunda turulup mutluluğun kambolu uçağı ise kitap olsun. Bu misal şu Al-Fitr hesabında İmam İbn Qayyim rahmetullahi aleyhi'ninki tercih qilgan qarashi bu ahli fitra keyin bu da ayrı bir imtihan oldu. Ayrı bir imtihanlar sen qanday qaraysiz managa bu program so'rab imtihan o'talsa o'tamasa managa bu degan bir qarash bor. Lekin hamda biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki ata-onasi yo kafirni hukm qilishga buyurilgan. Bu ortiqcha bir ish. Rasulullohning onasi dadasi kafirdi deb undan bilsak, kafir bo'lgan taqdirdami? Qanday bo'ldi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir azaldi. Aziyat. Masalan, o'bdan bir odam bor. Bizning ustozimiz edi. Uning dadasi ya o'g'ri ekan, ya aroq kechgan masalan. Endi hidoyat degan shunday bo'l. Sen bu adamın aldıda raskep bo'lsin unda. Şunun dada aroq kesh. Uning dada nima desa, achchiqlanmi bundan. Azallanmi? Azal. Anki unga kafir bo'lish ortiqcha bir gap. Bizning amaliy bir ishlarimizga iymoniy masalalarga taqishgan bir ishimiz. Bu iymoniy bir masala emas. Bu shunda unda Allohga topshirilgan bir ish. Ko'pincha ehtimolda Alloh taolo uni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan jannatga chigizitdi. Yani dünyada anasından bahram bulunmayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbirimiz ahirette çoğun bahram kılır. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى dedim ha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anası dozak kapkası razı bulama. Hatta ümmetinden birisi dozak kapkası razı bulmayı Resulullah. Değil mi? Şu an Allah Teala'nın şu ayette Kur'an-ı Kerim'deki en ümit var ayettir. Bazı alimler gâfir zembi ve kâbil tevbe. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء degan her ayında ümmetler ayetlerini bunda küzütüp tanlap bakma. Kur'an-ı Kerim'de en mutar ayetmiş de şununla her birisi bir de ayetini koyup bakalım. Lekin bazı adamlar bu ayetni وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى degan en mutar ayet. Çünkü Resulullah razı bo'lgan kadar Allah Teala buyurgan. Mağmun çıksın dozak cennetçiz. Razı oldu mu? Mağmun çıksın razı. Haydi çıkırıyor falan gel. En ağır bu razı oldum diyenden. Nalgı bu mutarayet. Bir şey olsun. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.